aylanib yurganimda bu la'nati mavjudotga ko'zim tushib qoldi. Robotga o'xshashib ketadigan mavjudot daraxtning ostida jimgina o'tirardi, xuddiki batareykasi o'tirib qolgandek. Va men unga yordam bermoqchi bo'ldim, lekin bu mening hayotim davomidagi eng katta xatoim bo'ldi. Joyingizga qulayroq o'rnashib oling, biz videoni boshladik. Qishloqdagi uylarning birida biz sirli kitobni topib oldik va u kitobda robotning qanday yaralishi haqida ma'lumotlar berilgan edi. Build your own robot. O'rtoq, kitob topdim. Yo'q, keyin ko'ramiz. Ichini ochib ko'ramiz. Kitobda u robotni qursak bo'lar ekan, bizaga redstone, temir va ikkita temir blok kerak bo'lar ekan, ya'ni uni tanasini qurish uchun. Undan keyin bitta redstone blok, ikkita oyna, bitta copper va temir rano bo'laklari bo'ladi-yu, mayda. O'shandan ikkita va eritilgan ikkita temir va bitta temir blok qo'yadigan bo'lsak, kallasi yaralar ekan. O'zing ham ko'rib chiqasan. Bo'lmasa sen tepadan nimadir ish qil yoki ikkalamiz ham robotni yig'ishga kirishib ketaylik. Da, robot yig'ishga kirishamiz. Men o'qigan kitob tashladim oldinga. Hozir biz o'zimizga o'sha la'natli robotni yaratamiz va uni ishlatishga harakat qilib ko'ramiz. Let's go. Ulgurmaylik. Nima? Uxlaylik. Bo'ldi, yasab oldim va endi uxlab olamiz. Birinchi kunimizda va nihoyat yakunlandi. Men o'zim kreativga boraman va uxlab olaman. Ache, let's go. Bu tun bizda hozir o'tdi va ana endi robotni yasash uchun resurslarni to'plab chiqamiz. O'rtoq, biz shader necha FPS o'ynayapti deb o'ylaysan? 300. Qo'yibsan. Qancha? Kibralardan ham ko'p. 600. Voy bu. Hali shu zombini urib-urib labiga gitar olamiz. Wow. Ura. Astagfirullah. Zahar Ramazondamiz. Nimada turmay, demadim. Ya, men ham sen nimadir deding demadim. Men ham sen nimadir deding, meni haqimda deding demadim. Deding demadim, xullas. Enasini o'zimizga tosh, kerakli resurslarni yig'ib oldik. Ana endi tosh va temir qidiramiz. Tosh emas, to'g'ri, temir. Tosh qidiramiz. Tosh o'zi tiqilib yotibdi. Hech tosh yo'q edi. Copper ham kerakmi o'rtoq? Albatta. Va biz hozir butun joydan temir qidirib kelamiz. Chunki robot yaratish uchun bizga temir kerak bo'ladi va albatta tennis koptogi ham. Xullas, bu atrofda g'or bormi? Hozir biz ana keldi. Lekin sana skelet otib ketdi. O'zingda yo'q, qazimadingmi birorta? Yo'q, hali topmadim-da, o'shan qidirib yuribman temir. Chuqurroq shaxta yo'q. Spawn. Ikki joyda spawn bo'ldi-ku, lekin biron bir kattaroq shaxta hali topmadik. Okey. Xo'sh, bu atrofda temir bormi? Albatta bor ekan. Temir biz olamiz. Oltin vashsha ko'p o'rtoq. What the? Hey, sen tarafdanmi? Men tarafda emas, men turgan joyda. Okay. Wait, what the hell? Haligi joydaman men. Buzilgan portalda. Ruined portaldami? Okay. Hozir boraman oldinga. Menda ham temir ko'rgandek albatta. Bu yerga temir ham olamiz va bizda 23, 24, 25 ta temir va yana temir qidiramiz. Bu atrofda temir ham, bu atrofda ana bor ekan. Let's go, chiqamiz bu yoqqa. Wow. Shuncha aylanib ko'rmagan bo'lsam, lekin genial. Nima genialman? Nima? Topolmaganim. Okay, 34 ta temir va menimcha yetadi. To'xtab yetmaydi. O'zingga birovga yetadi. O'zicha oshib qoladi 3 dan 4 dan. Ko'miring bormi? Ko'mirda bor. Urushmaganimizga ancha zombilar bilan urushyapmiz. Oy. What the hell? Va keyin robotlarni yasaymiz. Avval birovni yasa, birovni temir aslaha. Okay. Keyin temir topib, alohida yasaymiz. Endi albatta o'zingning xohishingni, lekin men aytganim qilasan. Va o'zimga temirdan oyoq kiyim yasayman deganimda adashib Minecraft yasab chichivardim. Va biz o'zimiz uchun va nihoyat O'rtoq, Oh, yerdarimga Minecraft qaydan keldi? men tashavordim, adashib yasavordim. Oyoq kiyim yasayman deb pastki tarafiga qo'yvordim. Endi mana shuni eritib turib, temirga aylantirishga aqling ojizlik qildimi?
Elchi bo'larmidi uni? Hamma temir narsani yirtib bo'ladi. Shuncha ishdan so'ng biz robotning har bir narsasini yig'dik va endi uni qursak bo'ldi. Undan so'ng o'zimiz uchun eng tinch joyni topdik va u yerni tekislab chiqdik va endi robotni qursak bo'ldi. Bizda har bir narsasi bor, har bir tanasi bor va endi uni har birini bir-biriga joylashtirib chiqamiz. Ramazon ro'za oylarida video olish ancha-muncha qiyin bo'lyapti. Iltimos, videoga albatta like bosib qo'yish va o'z izohingizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Va shundan so'ng u oyoqqa turdi va meni birdaniga video qisqa bo'lganligi uchun ming bor uzr. Bu ro'zada video olish juda ham qiyin bo'lyapti va shuning uchun video biroz qisqa bo'ldi. Keyingi videolarni uzun qilishga harakat qilaman va meni podдержка qilgan hammaga rahmat aytib qolaman. Va albatta videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bo'lmasam bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi.